Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Dasturlarimizni murojaatlar tahlili bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida jurnalist Abduxoliq Marayimov hamda boshlovchi Ahmadjon Mirzayev. Muhtaram muxlislar, bugungi eshittirishimizda Prezidentimizning joriy yil 1-apreldagi aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati, tatbiqi, ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Gap shundaki, ushbu muhim hujjat bilan aholi bilan davlat organlari o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlash, fuqarolarning murojaat qilish huquqini so'zsiz amalga oshirish orqali ularning davlat boshqaruvida ishtirokini yanada kengaytirish, xalq qabulxonalari faoliyatini samarali tashkil qilish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-iyuldagi davlat boshqaruvi tizimida samaradorlik, proaktivlik va natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq aholi bilan davlat organlari o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlash, xalq qabulxonalarining yagona vertikal tizimini joriy etish orqali ular faoliyatini samarali tashkil qilish, xalq qabulxonalarining mahalla yettiligi, davlat organlari va tashkilotlarining jamoatchilik bilan aloqador bo'limlari, ya'ni axborot xizmatlari bilan yaqin hamkorligini ta'minlash orqali murojaatlarning bevosita hududlarda qabul qilinishi va ko'rib chiqilishiga erishish maqsad qilingan. Abduxoliq, marhamat. Ahmadjon akam aytgan mavzuda o'z fikr mulohazalarini bayon etish uchun bugungi to'g'ridan to'g'ri muloqotimizga kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi mas'ul xodimlari Raimboyev Temur To'liginovich, Alijon Ashurov, Jasurbek Mo'minovlarni hamda Namangan viloyati Davlatobod tumani xalq qabulxonasi mudirining o'rinbosari Zokirov Avazbek Shuhratjon o'g'lini taklif etganmiz. Avvalambor studiyamizga xush kelibsizlar mehmonlar. Mana hozir Ahmadjon akam joriy yilning 1-apreldagi prezidentimizning aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni to'g'risida gapirdilar. Aynan mana shu farmon chiqqandan keyin mana shu borada olib borilgan qisqa paytda olib borilgan ishlar ko'p juda o'zini samarasini berganligini ko'rib, sezib, bilib turibmiz. Shu bois dast avval sizlardan iltimos qilardimki, mana shu farmon chiqqandan beri bugungi kungacha belgilab berilgan vazifalar va ularni farmonni tatbiqi xususida dast avval qisqacha bir o'zingizlarni bir fikringlarni aytsanglarda, oldin ham bir muloqotlar qilganmiz yoki murojaatlar bilan ishlaganmiz. Undan bugungi kundagi murojaatlar bilan ishlashni farqli jihatlariga oydinlik kiritsaydi, so'ng Namangan viloyati bilan bog'lanib, ularda ahvol qanday ekan? Mana vazirlik tizimida sizlar aytib bersanglar, keyin Namangan viloyatidagilar ham qisqacha bir o'zlarining bir fikrlarini bayon etgandan keyin savol-javob qo'ysak. Demak, Jasurbek Mo'minov boshlab beradilar. Marhamat, fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, hurmatli davlat rahbarini 1-apreldagi farmoniga asosan, ya'ni aholi bilan muloqotni samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga asosan vazirlik va quyi tizimda biz quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Ya'ni bungacha biz jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan to'g'ridan to'g'ri faoliyat olib borgan bo'lsak, aynan farmondan so'ng biz bugun vazirlik rahbariyati bilan hamkorlikda va mas'ullar bilan iborat bo'lgan biz shtab tashkil qilganmiz. Ya'ni shtabning asosiy mohiyati shundan iboratki, farmonda belgilab qo'yilgan bandlarda belgilab qo'yilyaptiki, bugun fuqarolarning murojaat kelib qilishiga sabab bo'lgan omillarni aniqlash bo'yicha dastlabki ishlarni olib borishga majbur bo'lamiz. Nega? Bugun fuqaro nima sababdan murojaat qilyapti? Uni asosiy omili nima ekanligini biz aniqlash uchun shtab va ishchi guruh tarkibidagi a'zolari bilan biz uni faoliyatini tahlil qildik. Ya'ni shtabda asosiy masalalar shundan iborat bo'lyaptiki, kelib tushayotgan murojaatlarni tahlil qilish, diagnostika qilish asosiy omil. Chunki kelayotgan murojaatlarda asosan bizda o'sha bilasizlar, kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligida biz bandlik masalasi bo'yicha, inspeksiya, mehnat huquqlari masalasi bo'yicha, hokim yordamchilarining faoliyatiga oid hamda kasbga o'qitish, tomorqa yer maydonlari kabi masalalar bo'yicha murojaat kelib tushayotgan bo'lsa,
ularda asosiy omil nima degan savol rahbariyatdan asosiy bizga murojaat bo'lib tushdi. Va bu asosida biz ularni diagnostika qilish, ya'ni mahallalarda qanday murojaatlar kelib tushadi va qaysi mahallada asosan nimaga e'tibor berish kerak degan savolni rahbariyat o'rtaga savol qo'ydi va biz shtab boshchiligida bularni yechim qilish uchun o'sha har bir departament rahbarlari, bo'lim rahbarlari, tarkib bo'limi xodimlari bilan ishlashni olib bordik. Farmonda asosida belgilab qo'yaptiki, murojaatlarni tahlil qilish, uni diagnostika qilish asosiy omil ekanligini bizga davlat rahbari o'zini 2026-yil 13-marta video selektorida ham ta'kidlab o'tdi. Nega bugun fuqaro murojaat qiladi? Uni asosiy omili nimada degan savolni bizga xalqqa qo'ydi. Savol qo'ydiki, biz uni endi yechim har bir davlat idoralari bunga yechim topishimiz kerak bo'lyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi kunda biz vazirlik miqyosida o'sha shtabni faoliyat yuritayotganimizda har hafta rahbarga biz to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot kirityapmizki, u omillar nimadan iborat? Qanday omillar? Birinchidan aholi bandlik bilan bog'liq bo'lsa, u bandlik siyosati mutaxassis bilan bog'liqmi? Ishga kirish yoki tibbiyot sohasi bilan bog'liqmi? Yoki bugungi kunda ko'p fuqarolar asosiy masalalari oylik maoshi baland bo'lgan tashkilotlar to'g'risida murojaatlar qoldirayotgan bo'lsa va bu haqida ma'lumotlarni biz rahbariyatga yetkazishga har hafta tahlil asosida beryapmiz. Nega? Bugun fuqarolarning asosiy maqsadi uni bandligini ta'minlash va bu orqali ularni muammolarini bosqichma-bosqich bartaraf qilish imkoniga paydo bo'ladi. Ikkinchidan, mahallalarda mana hokim yordamchilarimiz bizda bilasiz quyi bo'g'inimiz bor. Hokim yordamchilari bilan ham to'g'ridan-to'g'ri biz faoliyat olib boramiz. Sabab ular bizni asosiy bo'g'inimiz hisoblanadi. Ya'ni fuqarolar bugun to'g'ridan-to'g'ri yashash xonadonidan boshlab murojaat qilishni bu vazirlikka yoki idoralarga borib emas, balki mahallaning o'zida muammoni bartaraf qilishimiz asosiy urg'u ekanligini bugun rahbari savol qo'ydi bizga. Ya'ni shu hokim yordamchilari bilan birgalikda biz mahalla, tuman, viloyat va respublika darajasida muammolarni hal qilish darajasini belgilab oldik. Rahmat. Demak, Jasurbek Mo'minovning fikrlarini Namangandagi yurtdoshlarimiz davom ettirishadi. Ahmadjon aka, shu o'rinda radio tinglovchilarimizga telefon raqamlarimizni ham eslatib o'ting. Ularda ham savol, taklif va mulohazalar bo'lsa berishlari mumkin. Marhamat. Marhamat, muhtaram radio tinglovchilarimizda ham savol, taklif, tavsiya bo'ladigan bo'lsa 71 kodi bilan 233 9204 yoki 200 xuddi shu kod bilan, ya'ni 71 286 31 32 telefonlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat, Abduxoliq, davom eting. Yana eslatib o'taman, bugungi to'g'ridan-to'g'ri muloqotimizni siz radio tinglovchilarga yetkazishimizda mana rejissyorimiz Nigoraxon Ortiqova hamda ovoz operatori Mavduxon Marboyevalar ham sizning xizmatingizda. Hozir biz rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz, Namangan viloyati bilan bizni ham bog'lab bersalar. Alo, assalomu alaykum. Namangan viloyatidagi yurtdoshlarimiz, sizlarni muloqotga chorlaymiz. Alo, assalomu alaykum. Demak, Zokirov Avazbek Shuhratjon o'g'li. Bo'lmasa o'zimiz davom ettirib turamiz. Yana ular telefon orqali biz bilan ulangunlariga qadar ulanibdilar hozir. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, hozir men Zokirov Avazbek Shuhratjon o'g'li bilan gaplashyapman, to'g'rimi? Abduxoliq aka, charchamayapsizlarmi, hurmatli mehmonlar? Rahmat. Mana hozir studiyadagi mehmonlarimizdan Jasurbek Mo'minov davlatimiz rahbarining farmonida belgilangan vazifalarni shundoq chiroyli qilib oddiy bir xalqchil qilib tushuntirib berdilar. Aynan sizlarda mana shu farmonni ijrosini ta'minlash to'g'risida qanaqa bir fikr mulohazalarni bildira olasizlar? Barchaga Jasurbek akani ham fikr mulohazalarini eshitdik, juda chiroyli, yaxshi. Marhamat.
muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha to'g'risidagi farmonlarga asosan murojaatlar bilan ishlash tizimida tubdan o'zgarish bo'ldi. Aholi muammolarini tezkorlik bilan hal etilishiga, murojaatlar ijrosi ustidan nazorat kuchaytirishga erishilib, aholi bilan muloqot tizimi tubdan takomillashtirildi bu farmonga asosan. Farmonda kelib tushgan murojaatlar bo'yicha nazorat vaqti rejimi o'rnatildi. Unda ko'rib chiqilishi belgilangan muddatdan o'tgan murojaatlar ijro uchun avtomatik ravishda yuqori turuvchi davlat organiga o'tkaziladi. Shuningdek, murojaatlarni qabul qilishda ular 3 ta toifaga, ya'ni shoshilinch, odatiy, yana maslahat talab qiluvchi toifalarga ajratildi va nazoratga qaytarilgan murojaatlar 3 ish kuni ichida yuqori turuvchi organlar tomonidan qayta o'rganib chiqilish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bu bizga shoshilinch murojaat deganda ijrosi shoshilinch talab qiladigan, tezkorlik bilan hal etiladigan murojaatlarni shoshilinch toifasiga olib, belgilangan muddatini qo'yib ijrochi tashkilotlarga yuborib, fuqaroning murojaatini tezkorlik bilan hal etish chorasini ko'riladi. Endi odatiy murojaatlar bo'yicha ham tasniflar belgilangan. Bu tasnifga asosan ushbu murojaatlar belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, 3-toifa bo'yicha maslahat talab qiluvchi, ya'ni huquqiy tushuntirish yoki o'ziga qandaydir bir soha yoki qonun bo'yicha o'ziga huquqiy bir maslahat oladigan murojaatlarni ham toifaga ajratib, maslahat talab qiluvchi murojaatlar sirasiga kiritilishi yo'lga qo'yildi. Xususan, aholi muammolarini barvaqt aniqlab, ularga oldindan aniqlab, ularga tezkor yechim topish, ularni o'z vaqtida aniqlash va hal etish bo'yicha tuman shahar hokimlari farmonga asosan xalq qabulxonalariga jamoatchilik asosida rahbarlik qilishi va muntazam ravishda xalq qabulxonalarida fuqarolarni shaxsan qabul qilishlari belgilab berildi va bu amaliyotda tatbiq etish boshlandi. Hozirda har bitta tuman shahar hududlaridagi tuman shahar hokimlari va ularning o'rinbosarlarining qabullar rejalari ishlab chiqildi va xalq qabulxonalari binolariga ilindi. Hozirda xalq qabulxonalarida hokim va hokimi tegishli sohalar bo'yicha o'rinbosarlari aholi bilan shaxsiy qabullarni o'tkazib, ularning muammolariga tezkorlik, ya'ni oldindan aniqlab, fuqarolar murojaat qilishidan oldin aniqlik kiritib, masalalarni ijobiy hal etish choralari ko'rib kelinmoqda. Xo'p, Avazbek, fikringizni bo'ling. Aynan Davlatobod tumani misolida aytadigan bo'lsak, aholi tomonidan qaysi yo'nalishlarda ko'proq murojaatlar kelib tushyapti va oldingiga qaraganda bir boshqacha ishga yangicha yondoshib murojaatlarni tahlil etadigan bo'lsak, aynan farmonda ko'zda tutilgandek murojaat qiladigan bo'lsak, qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor qaratyapsizlar va o'rni kelganda mana vazirlikdan mas'ullar o'tirishibdi. Agar bularga ham savol, taklif yoki tavsiyalar bo'ladigan bo'lsa berishinglar mumkin. Marhamat. Albatta. Rahmat. Davlatobod tumanida 2026-yil o'tgan 5 oy davomida 1818 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, asosan fuqarolarimiz tomonidan nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish va pensiyaga oid aliment undirish, sodir etilgan huquqbuzarliklar va firibgarlik to'g'risida xabarlar, xizmatchilar faoliyat xatti-harakatlaridan norozilik, uy-joy bilan ta'minlash, bank kredit ajratishi, eng asosiysi tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun moddiy yordam, jarrohlik amaliyoti, gaz ta'minoti, chiqindi va kommunal tarmoq bilan bog'liq murojaatlar hozirda dolzarb bo'lib qolmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda bandlik sohasi bo'yicha ham murojaatlarni tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, 26-yil 5 oy davomida bandlik sohasiga oid Davlatobod tumani aholisidan 68 ta murojaatda kelib tushgan bo'lib, ularda asosan ish bilan ta'minlash, misol 22 ta, ish haqqi to'lash bilan bog'liq muammolar yuzasidan 13 ta va bu masalada jamoaviy murojaatlarimiz ham ozgina yuqori. Shuningdek, bandlik sohasining axborot tizimlari,
ish haqi ustama, haq va qo'shimcha to'lovlarni hisoblash bilan bog'liq muammolar yuzasidan murojaatlar ko'p kelib tushgan. Shuningdek, bu bo'yicha mahallalar kesimida tahlil qilinganda ham bitta mahalladan 15 ta yoki 12 tadan murojaatlar kelib tushishlari holatlari ham kuzatilgan. Hozirgi kunda bu murojaatlarni tahlil qilib, bularga yechim topish maqsadida har bitta rahbarlar bilan hududdagi o'z sohasiga oid masalalar bo'yicha fuqarolarni qamrab olib, tayyor qabullar va shaxsiy qabullar o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha mana hozir yana fikringizni bo'laman. Avazbek, yaxshi raqamlar albatta siz bilan bizni qilayotgan ishlarimizni ko'rsatadi. Lekin menda bitta savol bor. U ham bo'lsa Davlatobod tumanidagi yoshlar masalasi bilan bog'liq. Yoshlar juda ham ko'pchilikni tashkil qilar ekan. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda 1200 dan ortiq yoshlar bor ekan. Mana shu yoshlarimizni mehnat bozoriga kirib kelishi, ularni ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotganligi to'g'risida so'ramoqchiman. Chunki aynan mana shunday savol bilan murojaat qilishgan, ular muddatli harbiy xizmatdan va migratsiyadan qaytgan yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha nima choralar ko'rayotganligini so'rashyapti. Marhamat, fikrlaringizni eshitamiz. Shu bo'yicha hozir menga berdingiz savollarni Xoliq aka? Albatta sizga, Yo'q, bu bo'yicha shu bandlik sohasi, shu bandlik vazirligidagi akalarimizdan so'rasak, shu bo'yicha hozirgi kunda bizda aksincha Davlatobod tumanida mehnat bozoriga hozirgi kunda kirib keluvchi yoshlarimiz 1200 dan ortiq tashkil qiladi. Ularni ishga joylash bo'yicha qandaydir bir mexanizm yoki qandaydir bir choralar ko'rilganligi to'g'risida men bu akalarimizdan bir so'ramoqchi bo'lib nima qildim shu masalada. Demak siz bu savolni vazirlik mas'ullariga yo'naltirmoqchisiz. Shunaqa to'g'ri tushundimmi? Shunaqa. Qaytarib olsa bir. Yo'q, bo'ldi, aniq fikr aniq. Marhamat. Marhamat, Jasurbek mavzuni davom ettiradilar, marhamat bo'libdi. Yuqoridagi ta'kidlab o'tgan, ya'ni bugungi kunda o'sha yoshlarni bandligini ta'minlash, harbiy xizmatni o'tab yoki jazoni ijro etish masalalarini qaytgan yoshlar, umuman fuqarolar bilan biz bugungi kunda to'g'ridan-to'g'ri ishlash masalasida yaqinda biz Namangan viloyati Yangi Namangan shahrida ham ochiq eshiklar kuni e'lon qilindi va u yerda juda ko'p yoshlardan jalb qilingan va bundan tashqari biz fuqarolarni umuman bandlik organlari ish beruvchilar hamkorlik tamoyili asosida oson ish platformasi joriy qilindi. Ya'ni bu vazirlik tomonidan rahbariyat tomonidan topshiriq bo'lgandan so'ng bu ish joriy qilindi. Bunda asosiy urg'u nima? Asosiy bugun bo'sh ishsiz bo'lgan fuqarolarni rezyumelarini to'g'ridan-to'g'ri shu platformaga kiritish orqali ish beruvchilar o'zlariga maqbul kelgan xodimlarni, ya'ni bo'lajak xodimlarni ishga olish imkoniga ega bo'ladi va bugungi kunda o'sha tahlil qilinganda biz 16-martdan boshlab turib to o'sha 15 kunlikni biz oyma-oy tahlil qilishni boshladik. Tahlil qilingandan dastlabki holatda 20.700 nafar fuqarolar bandlik xizmatiga o'sha to'g'ridan-to'g'ri rezyume kiritganligi ma'lum bo'ldi va bu platformada bugungi kunda o'sha bo'sh zaxiralar hozirgi kunda 25 mingga yaqin o'sha paytda o'zida bo'sh zaxiralar qo'yilgan bo'lsa va bir vaqtda o'zida 13.200 nafar yoshlarni, umuman ishsiz fuqarolarni rezyumelari o'sha idora tashkilotlar tomonidan ishga olinishiga erishildi va bundan tashqari o'sha rezyume kiritilgandan keyin bir vaqtda o'zida fuqarolarni bundan ish bilan ta'minlash emas, balki biz kasbga o'qitish, ya'ni voucherlar berish bilan ham alohida bizda boshqarma faoliyat yuritadi va bu bilan ham bugungi kunga kelib biz 7,5 mingga yaqin fuqarolarga voucher berib kasbga o'qitish masalasida
amaliy ko'nikmalarga yordam berildi. Bu nega? Bu sababi bugungi kunda fuqarolarimiz agar kasb hunariga ega bo'lishni o'zida istak paydo bo'ladigan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri ular bilan ham ishlash imkonimiz bor. O'ylaymanki, agarda bunaqa holat bo'lsa, hozir Davlatobod tumanidagi o'sha 1200 ga yaqin yoshlar masalasi ko'rilayotgan bo'lsa, biz ular bilan hamkorlikda ishlab, ularni bo'sh vakanlarga yoki o'zlariga maqbul keladigan kasb hunariga o'qitishdan hamkorlikda ishlashimizni yo'lga qo'yamiz degan umiddaman. Jasurbek, sizni mana shu fikrlaringizga hamohang yana bir masalaga alohida oydinlik kiritib o'tsak, mana shu aholini, jumladan yoshlarni bir bandligini ta'minlash bo'ladimi, qandaydir bir muammolarni hal etib berish bo'ladimi? Bunda hokim yordamchilarini alohida o'rni borda. Shuning uchun men Temurbekdan iltimos qilmoqchiman, mana shu hokim yordamchilari, ular mana bugungi kunda har bir mahallada uyma-uy yurib bo'lsa ham shu aholini, yoshlarni yoki qariyalar bo'lar, nafaqadagilar bo'lar, umuman har bir xonadonda ahvoldan xabardor bo'lishga, ularda kamchiliklarni aniqlashga harakat qilishyapti. Aynan mana shu masalaga oydinlik kiritib bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, studiyamiz mehmonlari. Hozirgi kunda yurtimizda keng ko'lamli islohotlardan bittasi bu hokim yordamchilaridir. So'nggi yillarda yurtimizda inson qadri uchun tamoyil asosida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shu islohotlarning muhim bir yo'nalishlaridan biri bu mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yish va aholi muammolarini hal etish bo'yicha bu hokim yordamchilari instituti tashkil etilgan. Hokim yordamchilari hozirgi kunda asosiy vazifalaridan biri mahalladagi ishsizlikni aniqlash, ularni kasb hunariga o'qitish va doimiy ish bilan ta'minlash, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagidagi bo'lgan fuqarolarga imtiyozli kreditlar berish, daromadini oshirish ishlari bilan amalga oshiriladi. Hozirgi kunda hokim yordamchilari tomonidan yurtimizda minglab fuqarolar kasb hunariga o'qitish, doimiy ishga joylash yoki boyaga aytgandek maktab o'quvchilari mehnat bozoriga kirib kelgan taqdirda ularni qaysi kasbga qiziqishini bilib, o'rganib, xatlov natijasida uni qiziqishidan kelib chiqqan holda kasb hunariga yoki ishga joylashtirish masalalari bo'yicha yurtimizda hokim yordamchilari tomonidan keng islohotlar olib borilmoqda. Hokim yordamchilar bu mahalla yettiligining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanib, bu xalq va hokimiyat o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Sababi mahalla tizimida quyi pog'onadagi fuqarolarning murojaatlarini tinglash bu mahalla yettiligi bilan asosiy vazifalarning biri hisoblanib, bu yerda asosiy fuqarolarning taklif, muammolari o'rganilib, shuni mahalla tizimida, mahallabay tizimida hal qilish, ya'ni qo'limizdan kelguncha hokim yordamchilari bo'lsin, raislar yoki xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchilari hammasi birgalikda bosh bo'lib, mahalladagi fuqarolarning muammolarini hal etish bo'yicha ishlar keng davom etmoqda. Hozirgi kunda hokim yordamchilari asosiy 4 ta yo'nalish bo'yicha ish olib boryapti. Masalan, birinchisi mahallabay xatlov va ijtimoiy karta. Ilgari muammolar past pog'onadan tepa, quyi pog'onadan yuqoriga qarab hal etilgan bo'lsa, hozirgi kunda boya aytgandek mahalla tizimida o'rganilyapti. Bu o'rganish natijasida har bir xonadonga hokim yordamchisi kirib borib, aholi xonadonlaridagi muammolarni o'rganib, kimga kredit, kimgadir subsidiya yoki suvda, kimgadir doimiy ishga joylash bo'yicha ish o'rni vakansiyalari o'rganib, reja asosida hal qilinmoqda. Ikkinchisi kasb hunariga o'qitish. Bu kasb hunariga o'qitishda mahalladagi boyaga aytganimizdek ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlar o'z salohiyatidan kelib chiqib, o'zini qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kasb hunariga o'qish maqsadida hokim yordamchilariga yuzlanadi. Hokim yordamchilari o'zini fuqarolarning qiziqishidan kelib chiqqan holda vaucher asosida tuman bandlik bo'limiga yo'llanma berib, u yerda kasb hunariga o'qitish mono markazlariga tuman bandlik bo'limi xodimlari tomonidan vaucher asosida yo'llanma beriladi va fuqarolar o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holda kasb hunariga o'qishga
borib o'zini qiziqishi davomida kasb hunar o'rganib, ertaga uni tugatgandan keyin xohlasa ishga, xohlasa o'zini tadbirkorchiligini boshlashga bir turtki hisoblanadi. Keyin hozirgi kunda mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yuzasidan har bir oila tadbirkor dasturi asosida imtiyozli kreditlar fuqarolarga berilib, o'zini tadbirkorchiligini boshlash, biznesini boshlash bo'yicha yo'nalishlar va tushunchalar berib borilmoqda. Keyingisi masalan bir xil mahallalar ixtisoslashuvda, ya'ni mahalla drayverdan kelib chiqqan holda mebelchilikka, bir xil mahallalar boyagidek limonchilikka yoki chorvachilikka ixtisoslashgandan kelib chiqib, hokim yordamchilari fuqarolarga o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holda boyagi imtiyozli kreditlarni beryapti. Rahmat. Fikrlaringizni jamlab turing. Hozir men Namangan viloyatidagi hamyurtlarimizni yana muloqotga chorlamoqchiman. Chunki ular mana boya bizga ma'lumot berayotganlarida aytdilarki, tuman aholisidan asosan nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish, pensiyaga oid masalalar yoki aliment, qarz undirish masalalarida ko'p murojaatlar kelib tushyapti deyishdi. O'sha masalan aliment masalasini aytadigan bo'lsak, shu farmon qabul qilinganda aynan mana shu aliment masalasini ko'pgina mutasaddilar, mutaxassislar alohida urg'u berib, mana shuni misol qilib har bir murojaatni mana shu misol orqali o'shanga o'xshatib yechishni ko'rsatishgandi. Chunki alimentni bir marta majburiy ijro tomonidan olib beriladigan bo'lsa, ikkinchi oy, undan keyingi oylarda nima qilinadi? Demak, uni tagida zamirida qanaqa masala bor ekan? Balki o'sha alimentni to'la olmayotganiga sabab demak ishsiz bo'lsa kerak. Demak, ishga joylashtirib bu masalani atroflicha chuqur tahlil qilib hal etishni bir misol qilib ko'rsatilgandi. Demak, men Namangan viloyatidagi yurtdoshlarimizdan so'ramoqchiman. Mana shu Qarshi tajribasi asosida olib borilayotgan ishlar. Keyin yana bir narsa bor. Odamlarni uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilishda bir sayyor qabullar o'tkazib kelinardi. Bu masalada sizlar qanday ishlarni olib boryapsizlar? Keyin biz mana shu kambag'allikni qisqartirish masalasida qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, yo murojaat qilinadigan bo'lsa bizga, biz Alijon Ashurovga murojaat qilib, ulardan darrov javob bizga yo'llashlarini yoki yordam berishlarini so'raymiz. Namangan viloyatidagilardan keyin ular ham o'zlarini bir fikr mulohazalarini bildirdilar. Demak, marhamat, Namangandagi yurtdoshlarimiz, navbat sizlarga. Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimizni shu video selektor yig'ilishlaridagi topshiriqlaridan keyin Qarshi namunasiga asosan bizda ham Namanganda ham juda katta ishlar olib borildi. Bunda shu aliment masalasida kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilinib, Qarshi namunasiga asosan endi Davlatobod tumanida bizda tadbirkorlik, ya'ni investitsiya masalalari juda keng ko'lamli zonalari va shu kabi tadbirkorlik muassasalari ko'p bo'lgani uchun alimentdan qarzi bor bo'lgan qarzdorlarni aliment to'lovi, ya'ni muammolarini kamaytirish masalasida ish bilan ta'minlash choralari ko'rilgan. Bizni Davlatobod tuman MIP bandlikka ko'maklashish bo'limlari boshliqlari bilan hamkorlikda aholidan murojaatlarni tahlil qilib, qarzdorlarni ishga joylash choralari ko'rilgan. Ya'niki shu alimentdan bo'lgan qarzdorligini o'z vaqtida to'lab borish va shu bo'yicha kelib tushgan murojaatlar sonini kamaytirish masalasida fuqarolarni, ya'ni qarzdorlarni ishga joylash, ish haqlarini, shu kabi to'lovlardan qochish holatlari bo'lmasligi sababli bu asosda ishga joylashlar ta'minlangan. Bandlik savolimiz bo'lardi. Qabullar, ya'ni bandlik masalasidagi murojaatlarni kamaytirish bo'yicha ham
savolimiz va taklifimiz bo'lardi. Xo'p. Hozirgi kunda sayyor qabul o'tkazish bo'yicha tumandagi bandlik bo'limlarida sayyor qabul reja grafiklari ishlab chiqilgan. Qabullar o'tkazib kelinmoqda. Sayyor qabullarda qo'yilgan grafikka bir oyga bitta mahalla. Endi to'g'ri ish yuklami ko'p. Bunga o'tkazgan vaqt va muddatlar yetmaydi-yu. Taklif sifatida aytganimizda, misol Davlatobod tumanida 28 ta mahalla mavjud. Bu 28 ta mahallani qamrab olishga bir oyda sayyor qabul o'tkazish yetmaydi. Sayyor qabullarni o'tkazish bo'yicha, shaxsiy qabullarni o'tkazish bo'yicha tahlil yuritsak-da, murojaatlarni kelib chiqishdan qilib misol qilib olganda sayyor qabullarni oyiga ikkitadan yoki haftasiga bittadan qilib o'tkazib, shu bandlik sohasida, ya'ni jamoaviy tusdagi hozirda ish haqini undirish va ishga joylashtirish masalasidagi murojaatlarni oldini olish bo'yicha taklif sifatida aytardik. Ularga ham bir oydinlik kiritib bersangiz, hududlarga ham bir tatbiq qilinsa degan fikrimiz bor edi. Ha, o'zi tumanda nechta mahalla bor ekan? 28 ta mahalla bor tumanda. Ha, demak 28 ta mahalla bo'lsa, bittadan qabul o'tkazilsa, vaqt va muddat yetmaydi deyapsiz-da, demak. Xo'p, bo'lmasam Alijon mavzuni davom ettirasiz bo'lmasam, ha? Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmatjon aka, Abduxoliq aka. Avvalambor rahmat efirga taklif qilganlaringiz uchun. Marhamat. Bugungi kunda mana hamdo'stlarimiz, hamkasblarimiz vazirlik faoliyatiga oid masalalarda bir qancha tanishtirib o'tib ketdi. Hozirgi kunda mana shu sayyor qabul bo'yicha aytib o'tmoqda, davlatimiz rahbarining topshiriqlari, prezident administratsiyasi topshiriqlari hamda prezident farmoni 51 dan bu narsa ketgan. Biz doimiy ravishda o'sha sayyor qabullar o'tkazish bo'yicha rahbariyatning sayyor qabul yildi boshida, ya'ni yanvar oyida biz uni tasdiqlab, reja grafik asosida qaysi joylarda sayyor qabul o'tkazishni belgilab olamiz. Bugungi kunda o'sha Namangan viloyatining ham ikkita tumanida rahbariyatimiz tomonidan sayyor qabul o'tkazildi. Davlatobod tumanida, Yangi Namangan shaharida hali ikkinchi yarim yilligimizda bu narsani yana biz jadvalimizda ko'rsatilgan joylarda sayyor qabulni o'tkazishdi. Ya'ni buni natijasida murojaatlarni keskin kamaytirishga erishamiz hamda o'sha chekka va asosan va chekka va olis hududlarda yashayotgan fuqarolarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashib, ulardagi kelib chiqayotgan muammolarni imkon qadar o'sha bartaraf qilish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Bu bo'yicha o'sha media reja degan narsalar bilan hamkorlikda qilinyapti bo'yicha yoritib boramiz albatta. Hozirgi kunda masalan shu aliment to'lovchilarimiz bo'yicha ham bir o'zimiz qarshi tajribasi bo'yicha biz ko'rib keldik. Vazirlik idoralar bilan rahbariyat bilan boshchiligida o'sha qarshi tajribasida 3 kun o'sha murojaatlarning yechimini qanday qilish bo'yicha o'rganib chiqdik. Asosan o'sha masalan bitta aliment masalasi ko'tarilganda biz majburiy ijro bilan bitta platforma, ya'ni integratsiya qilindi. Ya'ni majburiy ijroga kelib tushgan har bitta murojaat uning bandligini ta'minlash maqsadi, ya'ni uni alimentini to'lashga biz hamkorlik qilish maqsadida unga ishga joylashtirish bo'yicha o'sha platformada majburiy ijrodan alimentchilarni aniqlaydi hamda bizga yuboradi. Bizga integratsiya qilingan, biz bandlik bazasi yoki onlayn mahalla platformasi orqali unga ishga joylashtirishga, uni bandligini ta'minlashga choralar ko'rilmoqda. Ha, bu albatta ishga yangicha yondoshi o'zini samarasini beryapti, to'g'rimi Alijon? Aynan mana shunga hamohang kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi faoliyatiga ham bir nazar tashlashaydi. Mana uchalaringlar ham qisqa mana shu 7-8 yil davomida mamlakatimizda juda katta o'zgarishlar, juda katta izchil islohotlar o'zini samarasini berdi-da. Keling mana shu vazirlik tizimidagi erishilgan muvaffaqiyatlar, yutuqlar to'g'risida ham bugun albatta aytsak arziydi, to'g'rimi? Umumiy ma'noda. Umumiy ham bir
bu hozir mana shu murojaatlar bilan ishlash ham ertaga albatta o'zini mana shunday bir yutuqlar, muvaffaqiyatlarga erishishimizga omil bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat. Demak, erishilgan Albatta hozir ta'kidlab o'tganimizdek, shu 13-martdan so'ng bu juda katta o'zgarish bo'ldi. Ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash, ularda muammolarini joyida hal qilish masalalari bo'yicha haqiqatan ham tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Haqiqatan ham bugungi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, umuman olganda vazirlik miqyosiga kelib tushgan jami 2025-2026-yilda kelib tushgan murojaatlarni solishtirganimizda ham bugungi kunda biz 15,5% ga, ya'ni kamayganligi va ijobiylik ko'rsatkichi esa 15-16% ga, o'tgan yili bizda 55-56% atrofida, ya'ni ijobiylik ko'rsatkichi mavjud bo'lgan bo'lsa-da, bu yil 5 oyga kelib bu ko'rsatkichimiz 62% ga chiqarilgani ham bejiz emas. Bu o'sha davlatimiz rahbari tomonidan, rahbariyatlar tomonidan amalga oshirilayotgan qonun ustuvorligini va rahbarlarimiz, ijrochilar tomonidan fuqarolarning murojaatlarini panja ortida emas, balki ularning muammosiga e'tibor bergan holatda joyida hal qilish oqibatida bugun fuqarolarimiz tomonidan ham biz vazirlikka kelib tashakkurnoma bildirilishi yoki ijtimoiy tarmoqlarda bu tashakkurnoma bildirish ham bejiz emas. E'tibor qaratamiz, 2026-yilda jami 44,472 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa-da, bu o'tgan yilga nisbatan 15%, ya'ni o'tgan yil bizga kelib tushgan murojaatlar 52,590 tani tashkil etadi. Endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, umuman kelib tushgan murojaatlarni biz oldin shu farmon chiqqungacha biz masala qilib olgan bo'lsa, endi har bir masalalarni kelib tushgan masala muammolarini ham tahlil qilib chiqdi. E'tibor beradigan bo'lsa, bugungi kunda bizda asosiy murojaatlarimiz bu inspeksiya masalasi bo'ladi. Bu inspeksiya masalasida bu o'sha ish haqqi bilan bog'liq masalalar, keyin mehnat nizolari bugungi kunda, keyin ishga tiklash masalalari, ish sharoitlaridan norozilik masalalari, keyin yakuniy hisob-kitob qilish masalalarida ham va baxtsiz hodisa masalalarida murojaatlar kelib tushgan. Bu endi asosiy masalalar bizda ish haqqini undirish masala. Bu oldin bizda mehnat inspeksiyasi bilan bog'liq bo'lsa, endi har bir holatimiz ichiga bo'g'in qilib bo'lib chiqdi. Bundan tashqari bizda mana ikkinchi masala asosiy bu bandlik sohasi bo'yicha murojaatlar kelib tushayotgan bo'lsa, bandlik sohasi ham uni biz ichki tarmoqlarga bo'ldik. Asosiy tarmoqlardan biri biz ish bilan ta'minlash. Ish bilan ta'minlash ham bugungi kunda mutaxassislik bo'yicha ishga ta'minlash va bandligini ta'minlash masalasi qo'yilgan bo'lsa, ikkinchisi bu ishsizlik nafaqasi. Bugungi kunda ayrim fuqarolar tomonidan o'sha maqbul keladigan ish o'rinlarini taklif qilinsa-da, biroq ishsizlik nafaqasini talab qiladigan murojaatchilar ham bugungi kunda mavjud. Bundan tashqari bizda tibbiyot sohasiga ishga kirish masalasi ham bugungi kunda asosiy kuchga ega bo'lgan va bundan oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash masalasi ham bugun bizga murojaat sifatida keskin ko'payishiga erishildi. Va bu holatda biz ular bilan to'g'ridan-to'g'ri o'sha yuqorida aytganim oson ish platformasi orqali bandlikni ta'minlash bo'yicha har bir xodimni, har bir murojaatchini rezyumelarini kiritish orqali ularni bandligini bosqichma-bosqich ta'minlashga erishildi. Va xususan hozir Alijon aka aytgandek, bugungi kunda bu aynan shu 51 farmonga asosan rahbariyat tomonidan yil boshida tasdiqlangan sayyor qabullari bu hozir Davlatobod misolida aytgandek, har bir tuman bo'limlari ham mahallabay kesimi asosida reja grafik tasdiqlangan bo'lsa-da, albatta Davlatobodda ham bu narsani biz reja qilamiz. Boshqarma, vazirlik, idoralar orqali o'sha yerda ham bu sayyor qabullarni tashkil qilib, fuqarolarni to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yib, jonli muloqotni yo'lga qo'yib, ularni muammoni joyiga hal etishga erishiladi. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi kunda, ya'ni birinchi yarim yilligimizda 24 marta bugun sayyor qabullar o'tkazilgan bo'lsa-da, har o'tkazilgan sayyor qabullar asosiy biz rahbariyat va tarkibiy bo'linma rahbarlari ishtirokida boriladi va ular joyida muammoni eshitish bilan iborat emas, balki muammoni joyida hal qilib, o'sha yerda fuqaroni minnatdorchilik, fuqaroni davlatga bo'lgan ishonchini uyg'otishga sabab bo'ladi. Xo'p, marhamat, Alijon to'ldirmoqchimisiz? Demak, bugungi kunda masalan vazirligimizda 2025-2026 yilda 9000 ta mahallada har bir mahalla oilalarning ehtiyoj imkoniyatlari asosida
ularni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual reja ishlab chiqildi. Bunda 300 dan ortiq xizmatlar ko'rsatildi. 2025-yilda 761 mingta oilaning, ya'ni 3.2 million aholi mavjud imkoniyat va xohish istaklaridan kelib chiqib, ularni har biriga individual rejalar ishlab chiqildi. Ushbu rejalarga muvofiq 525 mingta kambag'al oilalar daromadni oshirish qaratli xizmatlar bilan qamrab olindi. Jumladan 369 mingta nafari ishga joylashtirildi. Bunda 528 ming nafari tadbirkorlikka jalb qilindi. 54 ming nafari kasb-hunarga qayta o'qitildi. Fuqarolarimiz. Kambag'al oilalarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tgan yilga nisbatan 2.2 trillion so'm kredit, 65 milliard so'm suvda subsidiya mablag'lari ajratib berildi fuqarolarimizga. Bugungi kunda masalan 2026-yilda ham mana shu yuqorida 2025-da birinchi chorak, ikkinchi chorak davomida 5 oylik davomida 263 mingta kambag'al oilalarni ularning daromadlarini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olinib, ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari har bitta mana 2026-yil birinchi choragida bizning o'zimizning vazirligimizdan ishchi guruh tuzilib, o'sha fuqarolarimizga ijara yer anaqasida har bir ishsiz fuqarolarimizni uyiga birma-bir mana hokim yordamchilari bilan kirilgan holda ularga urug'chilik ko'chaklari subsidiya asosida berilib, ularni o'sha daromadni oshirish bo'yicha, o'sha kambag'allikdan chiqarish bo'yicha daromad qilishlari maqsadida hattoki tuman, shahar hamda boshqarmalarning ishchi guruh tuzilib buni bugungi kunda mana shu narsalar amalga oshirib kelinmoqda. Rahmat. Demak, Alijon bilan Jasurbekning fikrlarini Temurbek davom ettiradilar, lekin Namangan viloyatidagilarni ham aynan shu borada bir fikrlarni eshitdik. Keyin yakuniy bir fikrlarga o'tsak, Temurbek, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bir boyagi fikrlaringizga bitta chiroyli misol keltirsangizda, o'zingiz mana shu jarayonda ishtirok etganingizni, masalan, bugungi kunda mahallalar hayotida juda katta o'zgarishlar bo'layotganligi, odamlarning daromadi oshib, oilasidagi rizq nasiba o'ynayotganligi, buning uchun esa o'sha boya aytganingizdek subsidiyalar ajratilayotganligi, ularni nimagadir qiziqishi o'rganib chiqilib, kimgadir tikuv mashinasi berilayotganligi yo kultivator berilayotganligi, payvandlash apparati deymiz, payvandlash apparatlari berilayotganligi yoki issiqxonalar tashkil qilishga yordamlashilayotganligi, xullas shu hamyurtlarimizni bir quvonchiga sherik bo'lganingizni aytib berasiz. To'g'ri. Hozir men Namangan viloyatidagilarni bir yakuniy bir fikrlarini bilaylik. Namangan viloyatidagi hamyurtlarimiz, marhamat, mana hozir erishilgan muvaffaqiyatlar to'g'risida gapirildi. Davlatobod tumanidagi o'zgarishlar to'g'risida qisqacha bir ma'lumot bersanglar. Savol uchun rahmat. Davlatobod tumanida ham hozirgi yangi tartib bo'yicha aholi va ularga yechim bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasida hujjatlarimiz soni kundan kunga kamayishiga erishilmoqda. Bu bo'yicha eng asosiy masalalardan biri idoralari va tashkilotlarini hududlarda o'tkazilayotgan sayyor qabullari va shaxsiy qabullarini qilib olsa bo'ladi. Shularning ortidan murojaatlar soni ancha kamayapti. Bu ishlarni shaxsiy qabul va sayyor qabullarni o'tkazilishi oqibatida mana hozir ancha juda katta muammolarga yechimlar, eng asosiysi jamoaviy va dolzarb bo'lgan muammolarga yechimlar topilib, shu joyni o'zida hal qilish choralari ko'rilmoqda. Bu albatta murojaatlarning kamayishiga va yuqori turuvchi vazirlik idoralarga yetib bormasdan shu hududni o'zida muammolarni hal etishiga erishilmoqda. Murojaatlarning kamayishi bu esa muammolarning hal etilishi degani hisoblasak ham bo'ladi. Demak, Avazbek, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, izchil islohotlar amalga oshirilayotganligi tufayli Davlatobod tumani ham yildan yilga obod bo'lib, aholi turmushi yanada yaxshilanib boryapti, to'g'rimi? To'g'ri. Marhamat, Temurbek, navbat sizga. Abduxoliq aka, tepada aytib o'tganingizdek, mahalladagi hokim yordamchilari tomonidan aholini bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga o'qitish masalalari bo'yicha bitta misol
keltirib o'tsam, biz o'rganishimiz davomida Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi Zarafshon mahallasida o'rganish olib bordik. Bu o'rganish natijasida 2024-yilda hokim yordamchisi mahalladagi ayollar daftarida turgan 4 ta xotin-qizlarni bandligini ta'minlash maqsadida ularga kasb-hunarga o'qitishga voucher berib, ularga subsidiya asosida tikuvchilik mashinasi olib berib, mahalladagi shu 4 ta ayolni bir joyga, mahalladagi bo'sh turgan binoga jamlab, tikuvchilik sexini ochishga jalb qilib, shuni 4 ta ayol qizni bandligini ta'minlab, ularning yoniga ustoz shogird namunasi asosida mahalladagi ishsiz yoshlarni tikuvchilikka qiziqishi bor yoshlarni jalb qilib, boyagi aholi bandligini ta'minlash va ularning daromadini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar qilgani guvohi bo'ldik. Shu tariqasida boyagi 2024-yilda mahallamiz Uchtepa tumanini o'rganish natijasida subsidiya asosida tikuvchilik mashinasi, issiqxonalar, boyagiday tikuvchilik mashina, issiqxona, keyin asbob uskunalar olib berilib, bu tariqasida hozirgi kunda prezidentimizning 258-farmonga asosan sudalar berish yo'lga qo'yilgan. Bu sudalarda asosiy maqsadimiz 10 turdan ortiq mahsulotlar aholiga suda tariqasida berilib, ularni bandligini ta'minlash, daromadini oshirish va ish bilan band bo'lgan holda boyagi qiziqishlardan kelib chiqib, o'zini kasb hunarini yoki biznesini ochish maqsadida sudalar beryapmiz. Bu hammasi inson qadri tamoyili asosida boyagi mahalladagi yoki tumandagi yoki respublikadagi aholini kayfiyatini ko'tarish, ularni daromadini oshirishga qaratilayotgan keng islohotlardan biri hisoblanadi. Rahmat. Qadrli radio tinglovchilar, ijodiy guruhimiz komendant jurnalist Abduxoliq Marimov, rejissyor Nigorxon Ortiqova hamda boshlovchimiz Ahmadjon aka Mirzayev, ovoz operatori Mavludaxon Morboyevalar bugungi to'g'ridan-to'g'ri muloqotimizda ishtirok etgan mehmonlarimizning ezgulik yo'g'rilgan xayrli ishlari bardavom bo'lishini tilaymiz. Demak, hurmatli muxlislar, yana bir bora eslatib o'tamiz. Bugungi to'g'ridan-to'g'ri muloqotimizda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi mas'ul xodimlari Raimbayev Temur To'leganovich, Alijon Ashurov, Jasurbek Mo'minov hamda Namangan viloyati Davlatobod tumani xalq qabulxonasi mudirining o'rinbosari Zokirov Avazbek Shuhratjon o'g'illari ishtirok etdilar. Ularga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Tinglaganingiz murojaatlari tahlili dasturi edi. Muallif jurnalist Abduxoliq Marimov, e'tiboringiz uchun tashakkur.